Bugun sizlarga juda ham oson tayyor bo'ladigan, og'izda eriydigan tvorogli pirog retsepti bilan keldim. Assalomu alaykum go'zallar. Birinchi bo'lib unimizni sariyog' bilan urug' qilib olamiz. So'ngra shakar, razexlitsil solib yana aralashtiramiz. E'tibor beringlar, mana shunaqa yaxshilab uvalanishi kerak. Ana endi teng ikki qismga bo'lamiz va bir qismini yog'langan listimizga solamiz. Ana endi navbat tvorogli massamizga. 1 kilo quruq tvorogga bitta tuxum, manikurpa va shakar solib qoshiq uchida aralashtiramiz. Qattiq aralashtirib olmaylik, bo'lmasam suvi chiqib ketadi. Ana endi tvorogli massamizni urvoli massamizni ustiga solamiz. Ana endi ustidan qolgan urvoli massamizni tekis qilib solamiz va qisib turgan duxovkamizga 40 minutga jo'natamiz. Tayyor bo'lgan pirogimizni olib yaxshilab sovutib ustidan saharning pudralarini sepib olamiz. Va kesib uydagi barcha insonlarga ulashamiz. Retsep yoqqan bo'lsa, rechani qizartirib qo'ying. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanish tugmasini bosib qo'yib, menga obuna bo'lib qo'ying. Ha, aytgancha, bu videoni o'zingiz bilasiz kimga jo'natishni. Yoqimli ishtaha.